Ludodan skitkada 1 yuanga zakaz qilgan narsalarimga raspakovka chek. Skitkada juda arzon narxda mahsulotlarni zakaz qildim. Sifatini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Masalan, mana shu organizerni atigi 0.01 yuanga zakaz qilganman. Ishonishingiz uchun skitkani videosini mana shu pastda qoldirib ketdim. Bu kelgan soch to'g'nag'ichlarining ikkitasini 6 yuanga, 3tasini esa 12 yuanga zakaz qildim. O'zbekistonda esa 24 ming so'm bo'ladi. Xitoydan men bir necha yildan beri, ya'ni 4 yildan beri zakaz qiladigan bo'lsam, o'zim va oila a'zolarim uchun juda ko'plab mahsulotlar zakaz qildim va shu kungacha o'quvchilarimga ham o'rgatib kelmoqdaman. Mana shu ikkita zakovkani 2 yuan, ya'ni 4 ming so'mga zakaz qilganman. Agar siz ham shunaqangi Xitoydan arzon narxda mahsulotlar zakaz qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, direktdan kurs so'zini yozib qoldiring, men sizga kurs haqida ma'lumot beraman. Ludodan skitkada 1 yuanga zakaz qilgan narsalarimga raspakovka chek. Skitkada juda arzon narxda mahsulotlarni zakaz qildim. Sifatini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Masalan, mana shu organizerni atigi 0.01 yuanga zakaz qilganman. Ishonishingiz uchun skitkani videosini mana shu pastda qoldirib ketdim. Bu kelgan soch to'g'nag'ichlarining ikkitasini 6 yuanga, 3tasini esa 12 yuanga zakaz qildim. O'zbekistonda esa 24 ming so'm bo'ladi. Xitoydan men bir necha yildan beri, ya'ni 4 yildan beri zakaz qiladigan bo'lsam, o'zim va oila a'zolarim uchun juda ko'plab mahsulotlar zakaz qildim va shu kungacha o'quvchilarimga ham o'rgatib kelmoqdaman. Mana shu ikkita zakovkani 2 yuan, ya'ni 4 ming so'mga zakaz qilganman. Agar siz ham shunaqangi Xitoydan arzon narxda mahsulotlar zakaz qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, direktdan kurs so'zini yozib qoldiring, men sizga kurs haqida ma'lumot beraman.